Har bir umra safarining unutilmas bo'lishi nafaqat ibodat, balki yashash sharoitiga ham bog'liq. Siz tomosha qilayotgan bu maskan Jumayrah Makkah mehmonxonasi. Zamonaviy hashamat, yuksak xizmat sifati va osoyishta muhitni o'zida mujassam etgan ushbu mehmonxona ziyoratchilar uchun chinakam qulaylik yaratadi. Keng va did bilan jihozlangan xonalar, nafis interyer, yuqori darajadagi servis, mazali taomlar hamda haram sharifga qulay joylashuvi sizning har bir kuningizni yanada xotirjam va mazmunli o'tkazishga xizmat qiladi. Ibodatdan so'ng qulay xonangizda hordiq chiqarish, ertalab Ka'baga yaqin maskandan yo'l olish va har bir lahzani xotirjam o'tkazish Jumayrah mehmonxonasining eng katta afzalliklaridan biridir. Biz siz aziz ziyoratchilarimizga aynan shu mehmonxonada 6 kunlik eksklyuziv, 10 kunlik premium va 13 kunlik lyuks umra paketlarimiz orqali xizmat ko'rsatamiz. Har bir paket puxta rejalashtirilgan bo'lib, qulay parvozlar, sifatli mehmonxona, tajribali hamrohlar va e'tiborli xizmat bilan ibodatingizni yanada yengil va xotirjam o'tishini ta'minlaydi. Agar sizga bu video manzur bo'lgan bo'lsa, uni umra qilish niyatida yurgan yaqinlaringizga ulashing. Balki aynan sizning ulashgan videoingiz kimningdir muqaddas safariga sabab bo'lar. Shu kabi eng yaxshi mehmonxonalar va foydali ma'lumotlarni muntazam kuzatib borish uchun sahifamizga obuna bo'ling.